Bu olma qandlarni yaxshi ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Bolali paytimda har doim bozorga tushsam, bitta shundan olib qarsillatib yeb olardim. Bu videoda bolaligingizdagi ta'mni va hidni his qilasiz. Olmalarni yaxshilab yuvib, quritib olib, orqasiga cho'plarni tiqib chiqamiz. Qiyom uchun qozonchaga shakar va suvni solib bitta qaynatib olib, ketidan limonli kislotani bir chimdimini sovuramiz va pishivoy rang qizildan solamiz va yaxshilab qaynatamiz. Muzli suvga solganingizda xuddi shunaqa qotib qolsa, demak tayyor bo'ladi. Olma qandlarini joylashtiradigan idishimizni yog'lab olamiz, bo'lmasam yopishib qoladi. Olmalarni videoda ko'rsatilgandek qilib siropliga botirib, qiyomlari yaxshilab qotib qarsillab chiqishi uchun xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Bu qarsillab chiqadigan qip-qizil qiyom qozonimni ham qotirib, qoshig'ini yopishtirib qo'yib. Bu qozonni osongina kuch ishlatmasdan, ishqalamasdan billurda kislorodniy очиститель yordamida qaynatib tozalab oldim. 5 minutda reaksiyaga kirishib, oppoqqina bo'ldi. Olma qand tayyorlaganingizda shunaqa bo'lib qolsa, qiynalmang deb sizga aytib ketyapman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, olma qand yaxshi ko'radigan tanishingizga jo'natib qo'ying.